kichkina aqli o'sha joyidagi insonlarmi uni tasavvur qila oladi. Xo'sh. Iliqi 30 kun ro'za tutib, men yangi musulmon bo'lgan vaqtimda shuning bilan bizning shu sanoat institutining qishda bir masjid bo'pti. Keyin bosh binoda isib ketdi. Nefshoyanning oldida. Şey baksam shu deganda menga bu 30 kun Ramazon bu tutgan ro'zimiz, kunlik tutgan ro'zimiz. Nihoyat yaxshi ibodat. Agar biz shu taravihni o'qimasak, shu ibodatimiz bu taravih xuddi tutgan ro'zimizni qushning ikki qantiga o'xshash, kaptarning qantiga o'xshash nima qilib, uni Allohga erishga chiqadi debchi. Agar shuni o'qimasak, shu taravihni chiqqanmaydi degan shu gapni qilgandi. Yomon ta'sir qilgandida gap, voy bu yaxshi keldi. Asli yo'q bir narsada hech bir zurriyati yo'q. O katta uçup çıkmasıma, o kanat olmasıma Allah biledi o bizni nima qildi. Biz Endi bu bu chog'da qo'limiz ishlamaydigan-da. Ya yangi musulmon bo'lgandan keyin tamoman hamma narsa yangi tuyulib, ishlatib ketganda shu dogmalarcha. to'g'ri. Allohni bilmaganligimizning bir nimasi-da bu yaxshi tushunganligimizning. Albatta. Biz dinni shu Qur'onning o'zidan o'rganmay, shu mollalarning og'zidan o'rgangan bo'lg'achqa, u mollalar nima qarab deydi desa, molla arablarniki hikoya cho'chaklarga. Unda desak, nurg'un odamlar uni o'zi bu hikoya cho'chak deyapti deydi. Amaliyat shundoq. Chunki shu kitobni yozgan olimlar İmam Buxoriy, İmam Muslim, ashlarning hammasi nima degan degan vaqtida ravoyat deb yozgan. Bizniki molla hadis deydi. Bu yerdagi haddasana degani so'zlab berdi bizga degan ma'noni bildirdi. Bizga bunday so'zlab berdi, falanaxun degan gapni bildirdi. Ammo u hadis emas. Olim nima deydi bu yerda desa, shu İmam Buxoriy Ravahul Buxoriy deydi. Ya'ni u ravoyat degan gap bu yerdagi narsa. Demak, shu ravoyat degandan bizda roman degan ma'noni bildirdi mana shu vaqtda. Roman, hikoya. Hech qanday tegi yo'q, asossiz bir narsa degan gap. Mana ashundaq bir narsalarning o'zini so'zlab, bizga uni din degandan keyin, ashuni endi biz yangi shu islomni tunishgan vaqtida ashundaq narsalarga oldidan gap endi. Namoz o'qisak, u namozni maxsus Alloh taoloniki etmagan bir ashundaq kapta qo'sh bismillahlar bor. Ashga to'shuydigan. Bo'lmasa Alloh taolo u namoz o'qigan odamni bilmaydigan, ashundaq bir narsalar. U vaqtda savol qo'yishma odam kallasiga kelmaydi. Alloh taolo u narsa apamizmi, Alloh uni biladi-ku, nimishquni u binas to'shuydi-ku degan narsa kallamizga kelmaydi u vaqtda. Keyin o'ylasa, u aqlga hech qachon sig'maydigan bir narsa endi. Ashundaq narsalar odam aldaydi-da bular. To'g'ri. Ondan keyin mush sadaqa fitrini bermasa, roza mush osmon bilan yana orlig'ida shu muallaq turib qoladi. Narsaga o'rlayolmaydi. Taki sadaqa fitrini bergandan keyin narsaga mangadi. Demak, o pulni shu mollaga to'lamaganga qadar o nima? O roza Allohga yetmaydigan gap. Ashunday holatda nima qiladi-da? Ham bu yerdagi sadaqa fitrdan qo'saq o'zi ro'zqa vaqt qo'saq ochadi, ochgandan keyin namratlarniki bir qismi masalan yerim osh yurgan insonlar mavjud dunyoda. Bundaq odamlar esimiz keladi. Hem bundaq vaqtida xolisan niyat bilan undaq odamlarga yordam qilsak savob bo'ladi albatta. Ammo bu yordamni faqatla shu Ramazon oyiga xoslashtirib olish va Ramazon oyidan boshqa oylarda o xayr ihson va hokazoning o'zini qilmaslik bu butunlay xato. Chunki o g'ayr musofirlarniki o iqtisod bo'lgan ehtiyoji qachon bo'lsa, shu vaqtda uning berish vazifa bo'ldi pul odamlarga. Shuning uchun
zakatni, sadaqa fitrini, zakatni o zaten bu nima hükümet boyish qatorida oladi. Sadaqa ehsonning o'zi xolisani 5 koy, 10 koy yo 2 koy undaq o'zi yordam qiladigan ishlarning o'zini o vaqtda Ramazonni kutib turmasdan shu ehtiyoji bor odamni ko'rgan hamon bersak bo'laverdi. Ya'ni faqatla bu Ramazon oyini shuning o'zi sadaqa qiladigan oy qilib bekitib olmasligimiz lozim. Yana biri o'ch adovatni o'zi juydigan oy deb o'zi insonlar mush oyning o'zida voy assalomu alaykum hech bir zaman salom qilmaydigan odamlar assalomu alaykum voy Ramazonlar muborak bo'lsin voy ah ko'k deb orliqda o'ch adovat bo'lib qolgan bo'lsa juyilib ketsin deb o'tirib shu ayndaq salom avatib shundoq qiladi endi. O salomni davomli o'zi salom qilish dunyoda yaxshi o'tish Alloh taoloning insonlarga o'zi buyurgan bir buyrug'i. Ama Ramazan kelganda o'ch adovatni juvatib, qolgan 11 oyda adovat tutish degan gap o'zi Qur'oni Karimda mavjud emas. Davomli adovat tutmaslik, birisining do'st birodar bo'lib o'tish bu o'zi Qur'oni Karim belgilagan bir belgilama. Qur'oni Karimda faiza huyitum fahayyu bimisliha aw ahsana minha shunda bir oyat bor endi. O nimaga bo'ldisa, siz salom qilingan vaqtda uning o'qishini yoki uning yaxshiroqini qaytaringlar deydi. O nima degan gap desa, u yerda salomni Qur'on tahiyya kalimasi bilan ifodalaydi. Tahiyya degan nima degan vaqtda tirildirish degan ma'noni bildirdi. Tirildirish degani insonlikni tirildirish, insonlik munosabatini, insonlar o'zaro oraliqdagi munosabatni tirildirish, yaxshi o'tishni tirildirish, uni nurg'un tirildirgan taraflari bor. Birisiga salom qilgandan keyin zaten insonlar assalomu alaykum yaxshimisiz degandan keyin o'zi yaxshimisiz deydi. Degandan keyin shu orqali insonlar bir-biridan tonish bilish bo'lib, oraliqda o'zi bo'lgan bir qism ishlar bo'lsa, uning o'zini tashlaydigan bundaq ishlar bo'ldi. Shuning uchun bu o'ch adovatni juydigan oy qilib olmaslik lozim. O'ch adovatni davomli o'zi har qanday vaqtda o'ch adovat paydo bo'lib qolgan bo'lsa, do'st birodarning oralig'ida o'ch adovatning o'zini tugutish shu vaqtning o'zida bu yaxshi bir ish. Ammo uni Ramazonga saqlab turmaslik lozim. Allah razı olsun. Taravih o to'g'riliqma to'xtalib o'tdik. Boshqa Ahmadjon kelgan savoli bormi? YouTube'ning inkosroyini. Sizlar bir o'qitalabsan ya men yerdan kiramayapman nimaga-chu? To'xtab turinglar. Sizning YouTube kanaldimikan u? O'qinglar. Oladi. Yani cezasını ötügen bo'ldi. Bo'ladi, ammo Qur'onning o'zi degani nima degan vaqtda, agar sizlar u ro'zniki ahamiyatini bilsanglar, uni ro'zni tutquninglar yaxshi deydi. Va an tasumu lakum nima va an tasumu khayrul lakum in kuntum ta'lamun deydi. Agar uniki ro'zning ahamiyatini bilsanglar, uni ro'zni tutquninglar sizlar uchun yaxshi bo'ldi. Ammo amalning bo'yicha ro'za tutinglar degan gap. Agar tutmagan bo'lsanglar, u vaqtda imkoning turqligini tutmagan bo'lsanglar, u vaqtda har kunlik tutmagan o'z ro'za uchun bir miskinlik bir vaqt tamog'ini bersanglar bo'ladi deydi. Uni bersim yana o'xshash bo'ldi degan gap. U vaqtda yana yo'q bir vaqtlik. Bir kunlik dedimmi? Kunligiga har kuniga Bir vaqtlik, bir vaqt tamog'i yana 3 vaqt tamoq sal qimmat to'xtab keladi. Bir kun nima? Xato. Unda hech qanday Qur'oni Karimda undaq bir narsa yo'q.
Qur'on o ibodatga darja bekitish yoki oyga darja bekitish tamoman o'zi Qur'oni Karim cheklangan. Uning uchun u oyning hammasi o'xshash bir oy. Beshidagi ro'zim o'xshash, o'ttirdagi o'xshash, oxirgi o'xshash. Ammo halqi rivoyatdek 20 kundan boshlab qadr kechasini izlab qilishga hech qanday hojat yo'q. Qadr kechasini izlashga hech qanday hojat yo'q yana. Chunki qadr deganing o'zi nerede degan vaqtda, hozirgi vaqtda bizning qo'limizda. Payg'ambar alayhissalom zamonasida yangi tushayotgan bu Qur'on, o vaqtda o Qur'on tushgan kecha deb uni belgilagan bo'lsa, hozir qadr degan nima desa, insonning qadrini belgilaydigan bir kitob degan gap. O kitob Qur'oni Karim, o Qur'on bizning qo'limizda, har bir musulmonning qo'lida bor zaten. Demak, aş kitob tushganligi uchun Allohga rahmat aytish yuzasidan o'zi ro'z tutilganligi bir sababi. Ikkinchi bir sababi burun tortib ummatlarga farz qilingandek sizlarga farz qilindi shu qatorda. Shuning uchun sizlar ro'za tuting deb uni sababni Alloh taolo ikki sababga muqimlagan. Shuning uchun o'zi oyning ichida 5'ida tutsak manchilik savob bo'ldi, o'ttirda manchilik, oxirida manchilik deyishga hech qanday hojat yo'q. Bu yerdagi rahmat nima degan vaqtda Qur'onni ko'pincha yerda Qur'onning o'zida rahmat deb bayon qildi. İnsanlarga eberilgan rahmat deb. O nima degan vaqtda insonni Allohning marhamatiga erishtirgan bir kitob degan gap endi. Shuning uchun bu yerdagi bizga qimmatli bo'lgan narsa u kecha emas, kecha tushgan Qur'on ekanligi. O nima Ramazon oyi ulug' emas, Ramazonda ijro qilingan Allohning buyrug'ining ulug' ekanligi bu yerda tasvirlanyapti. Ya'ni biz o kechani ulug'lashniki, o Ramazon oyini ulug'lash emas, Ramazon oyida qilinglar deb o'zi bizga tushirilgan buyruqni qadr qimmatini bilishimiz shu Ramazon oyida tushga boshlab shu vaqt tushgan Qur'oni Karimni qadrlashimizniki nihoyat muhimligini o'zini ko'rsatib qo'yadi oyatlar. Endi bu sohada bir to'xtalish kerak edi. O'sha qisqa qilib qilayli. Jiq odamlar "Va ma arsalnak illa rahmatan lil alamin" degan oyatning o'zini butun olamga sizni payg'ambar qildik degan bo'ldi deb tushunadi. Endi butun olamga rahmat qilganligi bu bir haqiqat. Chunki payg'ambarni u yerdagi yana maqsad qilingan narsa payg'ambar emas, payg'ambarga berilgan kitob Qur'on ekanligi nihoyat aniq bayon deb o'tdik. Qur'onning jiq yerlarida uni rahmat deb bayon qiladi. Chunki insonlarni Allohning marhamatiga erishtirgan narsa Qur'on. Payg'ambar alayhissalomni ham Allohning marhamatiga erishtirgan shu o'z vaqtida narsa nima desa Qur'onni. Ya'ni Qur'onda jiq yerda bor bu. Sen o'zi qalbing qattiq, shunday bo'lgan bo'lsa, atrofingdagi insonlar sana yaqinlashmagan bo'ladi. Sen Allohning rahmati bilan o insonlarning o'zini atrofingga to'pla deydi. Yani Allohning rahmati nima? Qur'on. Yani Qur'on orqali sen o insonlarning atrofingga to'plading degan gap. Payg'ambar alayhissalomniki payg'ambarlik jarayonlarining o'zini jiq odamlar butun olamga payg'ambar deydi, ammo butun olamga payg'ambar bo'lmagan payg'ambar alayhissalom zaten Qur'ondami hech bir zaman ota-bobolari ogohlantirilmagan bir qavmga eberildi nimasini payg'ambar qilib eberdi deb Qur'onda shunday bir oyat bor. Yana payg'ambar alayhissalomning amaliyot qilgan payg'ambarlik qilgan yerimi ham aniq Makka Madinaning atrofi. Agar o payg'ambar alayhissalomga butun dunyoga payg'ambarlik qilishing kerak deb shu vaqtda o'shunday bir vazifa tushgan bo'lsa, demakki payg'ambar alayhissalom o'zining vazifasini ado qilmagan bir odam bo'lib chiqadi vaqtida. Payg'ambar alayhissalom Yevropaga kelish kerak, shu buyruq asosan Afrikaga berish kerak. Amerika, Janubiy Amerika, Shimoliy Amerika bizning vatanligi hamma yerga berib shu yerga o'zi yetkazadigan yetkazib andiki o'lish kerak. Payg'ambar alayhissalom Makka, Madina, Toif shu atrofda masalan payg'ambar bo'lishdan burun Suriyaga shu vaqtda Yamanga tijoratga borgan bo'lsa, payg'ambar bo'lgandan keyin u yerga borolmagan payg'ambar alayhissalom. Demak, shu
Peygamber Aleyhisselam Arap'ın peygamberi dese nurgun adamlar aşınaga nayet kabul geldi. Arap'ki peygamberlik kılgın rast. Hem Kur'an bütün insaniyet düşken bir kitap ekanligi bu rast. Bu ikisindeki farkını ajratış gerek insanlar. O yerdelki Peygamber Aleyhisselam'ın takip yetmeydiğin bir işqa Peygamber Aleyhisselam'ın zorluğunda kılıp bütün insaniyetke o peygamberlik vazifesi için düşken dep andaki elki bütün aşı Peygamber Aleyhisselam kılan işlerin hemmasını elki ama o bir hikaye var Peygamber Aleyhisselam hakkı tokulgan rivayetler. Aşı hikayenin özüne ekin bütün dünyaya nizam kılıp bütün dünyaya ülke kılıp gösteren bunda bir ehvallar var. Bu nayet hata bir narsa. Peygamber Aleyhisselam Arap yerim arıldı. Araplardaki peygamberlik kıgalı için şu Araplardaki meselelerni hal kılgan, Araplarning örf odatidagi, madaniyatidagi va shu yerda bo'lgan ijtimoiy siyosiy masalalarni hal kılgan. Demek şu o Peygamber Aleyhisselam'daki hal kılgan meseleler, hal kılış jarayonlari faqat Araplarga xos bo'lgan. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, Peygamberlik şu vaqt kılgan işinin özüne, yegan tamoqlari hamma narsaning özüne başka devletlerge, mesela Asya, Afrika yoki bo'lmaydi, Amerikadagi yerga ko'chirib apirib yashash o tamamen mumkin emas bir narsa. Çünkü o yerdagi narsalar o Makka Madinada yo'q narsalar bor u yerda. O narsani yeydigan gap bu yerda yashash ayrim. Misal. Shuning uchun bu yerdagi peygamberlik bütün dünyaya rahmet ebedi degan so'zniki ma'nosini yaxshi tushunish kerakki, bu yerdagi narsa nimasi? Peygamberge ebirilgan narsa bor u yerda. Ebirilgan narsa nima? Qur'on. Qur'on zaten Kur'an'ın özü deydi rahmet deb. İnsaniyetin hemmisine Allah'ın merhametiga eğer şu Kur'an ko'rsatgan yol mağsa Allah'ın merhametiga eriştirgan bir kitap ekanligini bayon qildi. Demek bu rahmet ekanligi bu yerda aniq. Ama peygamberni bütün dunyoga peygamber qilib ko'rsatishning o'zi bu bir xato tushuncha. Çünkü tarihini okusunuz zaten o Arap yerim arılı bulup Suudi Arabistan'dan sırtına çıkan emesler. Suudi Arabistan'dan mutlaka hem yeri emez. Azraklı bir yerde yaşayan adam. Onun özü bütün dünya bağlı kılıp bütün dünyadaki insanların ki özü hazırki cemiyetige bir cevap vergen kılıp bundaki köstüşünün özü nayet hata bir narsa. Şunun için biz Peygamber Aleyhisselam'daki bir kısım iş izlerinin özüne yani Resul Nebi hakkında to'xtalgan vaqtda nurg'un narsalarni qildik. Peygamber Aleyhisselam'ın zamanındaki iş hareketlerini bütün dünyaya örnek kılış hazır basıp doğru kelmaydi. Çünkü o zamandaki işler şu zamandaki meselelerini hal qilgan o zamandaki meselelerini hal qilgan bir narsaning o'zini hozirgi zamonga tatbiqlash o to'g'ri kelmaydi. İşni ishga tatbiqlash to'g'ri kelmaydi. Xuddi misol Türkiye'nin misal alsak Mustafa Kemal'ın zamanında bir siyasetni Mustafa Kemal şu zamandaki emri ahvalga devletin işki taşqi vaziyeti qarta bir siyasetni oynagan bolsa hem hazırki zaman Tayyip Erdoğan şu burunqi 100 yıl burunqi şu nem boyunca siyasetni açtaq qilish kerak desa Tayyip Erdoğan qanday to'g'ri keldi misal. Devletniki anayasa deydi Türkiye'de devletniki kanunu o'zgarmaydi. Kanundaki şu prensip özgermeydi. Şu prensip boyunca devletin menfaatini, devletteki tinchligini asas qilgan holatda siyosetni ayndaq Mustafa Kemal shundoq ep bağlan ve Tayyip Erdoğan shundoq ep ketyapti. Ama ikkisinin siyosati o'xshashmaydi. Nima uchun desa zamon o'xshashmaydi. Ama devletteki menfaati, devletin tinchligi degan prensip o'zgargani yo'q. Xuddi shunga o'xshash payg'amberniki zamondagi bo'lgan ishlarni hozirgi zamonga ko'chirib akilib aşındak kılsa, dep Türkiye'de Zeytinburnu'da bir kısım kırındaşlarımızı görgenmen. Hastayını olan 18-20 yaşlık balı hastayını olsun Japan'da gibi şundak jügeldigini, yaz vaxtılığı talep, jügeldigini görgen. Bu ılkı zaman ötketken bir neslenin özünü hazırlık zamanға tatbiqlaş, ya hazırlık zamanı, burunqi zamanға qaytırış bu nayeti hata bir nesle. Şuna o Kur'an'daki mesela İslam'ı biz nimde düşündürdük diye vakıda İslam'ı tüzüm. Mesela sosyalizm, kapitalizm ya ki diyen koşaş ya ki layıklık diyen koşaş bir tüzüm ikenligini biz burunlu düşündürüp öttük aşı neymenin özü mü? Kur'an'daki devletçilik diyen baktım düşündürdük. Keyinki şu İslam
iman, şeriat degan nima suhbatdimi uni bayon qildik. Demak bu davlatniki ya'ni nimasi o'zi tuzumi o'zgarmaydi. Ammo uni ijro qilish har zamonda shu zamondagi amaliy ahvolga qarata ijro qilindi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Payg'ambar alayhissalom tushgan islom u bir tuzum. O tuzum dünyadaki hamma insonning o'zini baxt saodatga erishtiradigan va uniki adolatni va barobarlikni asos qiladigan bir tuzum endi. O tuzumni Payg'ambar alayhissalom o'z zamonasida arablarning ichida qulluq jamiyatni qanday ijro qilgan, ham hozircha desa hozir qulluq jamiyat yo'q. Qulluq jamiyat bo'lmagan bir zamonda, ya'ni Payg'ambar alayhissalom zamonasida qulluq jamiyatni yaratib, uni ijro qilamdik. Bu narsa tamoman to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun Payg'ambar alayhissalom tushirgan kitobniki butun olamga rahmat ekanligini bilishimiz lozim va Payg'ambar alayhissalomniki butun insoniyatga, butun dunyoga eberilgan bir payg'ambar emas, Arab yerim orlida payg'ambarlik qilish uchun eberilgan bir payg'ambar ekanligini buni bilishimiz lozim. Agar undoq bo'lmasa, u payg'ambarniki toqat yetmagan ishga Alloh taolo buyurgan bo'ladiki, u payg'ambar nurg'un ishlarni, ya'ni %80%, 90% ishni qilolmagan bir payg'ambar bo'lib chiqdi yani. Masalan, Makka, Madina, Toif shu atrofdagi bir o'zi hozirgi Iroqning tuprog'ichilik bir yerda payg'ambarlik qilgan deyli. Saudiya Arabiston tuprog'i cho'ngda. Iroqning tuprog'ichilik bir 10-chilik kelamlikka mana shunday bir yerda payg'ambarlik vazifasini ado qilgan. Ammo qog'oyatchi endi bizning vatanma hech qanday o'zi payg'ambar alayhisolamniki hech narsani ko'rgan emas. Xitoy deymiz, masalan, bizning sharq tarafimizga o'tsak, Malayziya, Indoneziya, o hozir dunyodagi 6 qit'aniki hech qaysi ko'rmagan misol. U yerga cho'digan vaqtda payg'ambar alayhisalom u yerga o payg'ambarni yetkazolmagandan keyin o'zining vazifasini ado qilolmagan bo'ldi vaqtida. Demak, bu yerda u payg'ambarniki o'zining bo'yidan oshgan bir ishqa insonlar zo'mizo tengib bu payg'ambarni u yerda zulm qilgan bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda amaliyotni chiqish qilishimiz lozim, tushunishdimi? Payg'ambar alayhissalom nerede payg'ambarlik qilgan degan vaqtda aniq amaliyot chiqadi. Qur'onchi degan vaqtda Qur'on bir dunyoviy bir nizom. Hozirgi vaqtda misol butun dunyoga yetib keldi endi. Ammo hozirgi vaqtda butun dunyoga rahmat desak bo'ladi endi. Bo'lmasa u Umayya Abbosiya sulolasi zamonlaridan Amerika, Janubiy Shimol Amerika deymiz, Avstraliya deymiz, Afrikaning bir qism yerlari deymiz. Undaq yerga yetib bormagan vaqtda dunyoga rahmat bo'lib bo'lmagan Qur'on. Shuning uchun Qur'on shu rahmatan lil alamin degan asl butun dunyoga tushirilgan bir kitob ekan. Ammo uni yetgan vaqti mandaqga deb amaliy ahvolni mandaq tushunsak, uni nihoyat yaxshi tarjima qilamiz. Ko'zni yumib lekin butun dunyoga mandaq deb lekin turib olsak, ya'ni biz qo'payib butun dunyoga vaqt yetimiz qanday qilsa desa vaqtdan keyin u o'zini mat qildigan gap. Çünkü bu peygamberin bütün dünya rahmet değil, peygamberge düşürülgen kitabını maksat kaldığını bilişimiz lazım. Ama peygamberniki risaletini yetkizgen yeri bütün dünya emez. Arap yerim arlı. Arap yerim arlı bu Saud'un bir kısmı yani. Bunu hem bilişimiz lazım. Kur'an'da zaten bak Mekke ve onun etrafındaki insanların agahlandırış için biz seni peygamber kıldık diyen bir ayet var o. Demek aşı ayetlerini okuğa vakitimi o peygamberlik kılan ceryan dairleri yani kaçlık dairede peygamberlik kılan aşı neresi enik buldu. Onu bütün 7 kıtaya diye vakitte 6 kıtaya diye vakitte o peygamber kandak bunu icra kılıp boğan buldu. O'tganda bir birodarimiz shu yerda qildi. Qilgandan keyin buni shuna o'qigan bir odam munozirlashiman deb nima qildi, lekin u majbur burab nimaga bordi desalar, bular shu Qur'on bilan payg'ambarni ayirib etmoqchi ekan. Oxiri ayirdi. Oxiri kelib bularniki maqsad Qur'onni inkor qilish debchi. Gapni ta'tirlam tushundilar. Nurg'un ham diqqat qilsa, shu deyilgan gapni mesela Arablarga kelgan payg'ambar desa, buni nima deb tushundi desa, buni boshqalarga kelmagan, ya'ni bu anavsi payg'ambarni inkor qildi debchi. Andoq tushundirdi boshqalarga. Hayron qoldim endi. Shunga Undan keyin yana bir narsa var.
Olqi payg'amberniki Arab yerim arlida payg'ambarlik qilganligini nim qilib uningdagi o'zi o payg'ambarga itoat qilish to'g'riliq bir gap borchu. Payg'ambarga itoat qilish kelgan vaqtda Qur'onda atiulloh va atiur rasul degan vaqtda o payg'ambar alayhissalom hayot vaqtida mushu elchiga itoat qilinglar degan bo'lsa, elchi Allohniki risolatini Qur'ondan iborat risolatni yetkazayotgan bo'lg'achqa unga itoat qiling degan bo'lganligini tushunishimiz lozim. Ham hozirgi vaqtda degan vaqtda agar atiulloh va atiur rasul degan vaqtdami biz qaysi rasulga itoat qilamiz? Oldimizda payg'ambar alayhissalom bormi? Misol. Yo'q. U vaqtda biz rasuldan biz nimani maqsad qilamiz u yerda degan vaqtda mecburen berip risaletke takıldı bu neyse. Risalet neymiş? Kur'an. Yani bu yerdeki neyse neymiş? Allah'a itaat kılınlar ve risaletke itaat kılınlar emez. Ayrıca vaanın özüne biz neyme tercüm kılışımız gerek. Bayan da bayan mühendisler işimiz gerek. Allah'a itaat kılınlar yani Kur'an itaat kılınlar yani risalet ne ibaret neyme? Kur'an mesaj kılındı o. Risalet itaat kılınlar. Yani bu yerdeki neyse neymiş diye vakıda biz risaletni ibaret Kur'an'a itaat qilsak, nimaga itaat qilgan bo'lamiz shu vaqtda? Allohga itaat qilgan bo'lamiz. Yani bu yerda Alloh taolo shuni maqsad qilyapti. Yani nurg'un yerlarda biz Qur'on tarjim qilish usuli degan mavzuni to'xtalgan vaqtida mush vavniki shundaq nurg'un yerda bayon shaklini oldiganligi to'g'riliq nurg'un to'xtaldik. Demek bu Allah'a itaat kılın ve Resul'a yani Risalet Kur'an'a itaat kılınırsa iki neside mundaq düşünüldü. Bu yerde biz onu yaxşı düşüngen vaxtda Allah'a itaat kılınır. Yani Kur'an'a itaat kılınır. Diğer vaxtda hemen enik buldu. Yani Kur'an'a itaat kılsak zaten Kur'an öz Allah'ın kitabı olgandayken yani Allah'a itaat kılgan bolumuz diyen gap buldu. Şunun için bu yerde bizniki tercümelerde o Mehmet Salih Damullan deyimiz hazır nurgun tercümeli çıkarttı. Tercümelerde o vavniki etmeden başka hiç kandak ma'nisini anmagan ve depli eliqliq şunun ol u yerdeki nesi hemiz qalaymagan çıqqan. Şunun için bu yerde Arapның konu edebiyatını o'qish, uningdagi her nesniki nurg'ulgan ma'no ifodalaydiganligini, nurg'ulgan roli borligini o'zini bilishimiz lozim. İki nesini qilib Allah'a itaat kılın, peygamber'e itaat kılın diyen oldu. Dedi. Peygamber Aleyhisselam zamanında makul, tamam. Peygamber'e elçi olgandaki elçilik neme Kur'an yetkizotganken o Kur'an yetkizotgan, icra kılatgan bir adam itaat kılsak tamam. Hazırki vaqt aldığımızda peygamber var mı? Yok. Onda olgandaki kimge peygamber bulmagandaki qaysi peygamber itaat kılmaz biz? Demek hazırki zamanda risalet tamamen Kur'an'a yatıdı. Yani şu itaat ma'nisi kelgan, itaatdan keyin rasul kelimasi kelgan yani her qanaqda yani risalet maqsad qilindi. Buni mandaq tushunsak bo'ldi. Misol bir tuzumni o'qida buni tushunuvchi, misol Karl Marx'daki 3 tane tuzum bor bu yerda yozgan. Sosyalizm, komünizm, kapitalizm degan 3 tane tuzum bor. O Karl Marx onun özüne bütün dünya qartib yozgan narsa. Mesela kapitalizm bo'lsin, komünizm bo'lsin, sosyalizm bo'lsin, bütün dünya xalqi qarta yozgan narsa. Ama o ne icra qilindi degan vaqtda ma'lum bir davlatlarda icra qilindi. Xuddi shunga o'xshash Qur'oni Karim bütün insoniyatga tushirilgan bir kitob. Ama o'chi degan vaqtda u birinchi bosqichda nerede icra qilindi? Makka, Madina onun etrafida. Yani. Xuddi o'zi o Karl Marx'daki şu o'zi tuzuminin özüne, yani sosyalizm tuzuminin özüne Xitoy qabul qilib, Jungoda icra qilganga o'xshash, o o'zi payg'ambar alayhisalom tushgan vaqtda payg'ambar alayhisalom uni birinchi Makka Madina onun etrafida icra qildi. Uni keyingi zamonda aslida o kitob nimaga tushirilgan desa, boy degan o'xshash Karl Marx'ning kitobi bütün dünya xalqi mushu tuzum bo'yicha mansa aslida baxtli bo'ladi deb yozgan narsa o. Xuddi shunga o'xshash, nima desa, Qur'on desa bir tuzum bo'lgandan keyin islom.
Buni bütün insoniyat qarta tushirgan bir kitob, ammo bu ma'lum bir joyda ijro qilingan o'z vaqtida. Ham shu ijro qilgan kishining o'zi payg'ambar alayhissalom o'z vaqtida. Uning o'zini butun dunyoda ijro qilgan desak, butun dunyo nerede ijro qildi vaqtida? O qandaq aql mantiq to'g'ri keldi, amaliyatga qandaq to'g'ri keldi. Amaliyatga shunday saqla payg'ambar alayhissalom dunyoning nerede ijro qildi misol. Makka, Madina uning atrofidan boshqa, hatto hozir Suriyadaymiz, Iroqdaymiz, ashakni kelib boqmagan tursa. Bunu biz bunda tüzümni o'qigan odamlar biladi uni. Masalan, hozirgi laik tüzümü deymiz, o'z vaqtida yezilgan vaqt bütün dünya insonlar mush bo'yicha mangsa, to'g'ri yo'lda magan bo'ladi deb yeziqliq, ammo uni bir qism davlatlar o'ziga tüzüm qilib ishlatdiklar. Xuddi shunga o'xshash bir narsa. Islom degan bu tüzüm, mashna bir boshqa narsa endi. Hmm. Hmm. Bay men aş misalni keltirganim aşına yeterlik bo'ldi. Chunki Karl Marx aş kitobni yozgan vaqtida buni Londonda aş poyezdda ketib o'tib yurib, ishlab yurib yozgankan, o'sha inglizcha yozgankan-ku. Bu Karl Marx o vaqtda aşının o'zini xuddi ingliz qilib yozgandeklar bir ish bo'ldi-da. Ammo uni Xitoylar ham ishlatdi, Sovet ittifoqi ham ishlatdi. Uni tarjima qilib, tilga tarjima qilib ishlatgandi. Misol, aş kitobni o'qigan vaqtda men shu nima sotsializm, kommunizm, kapitalizm degan shu tuzumlarni jiq o'qigan. O'qigan vaqtning o'zida misol shu Uyg'urcha tarjima qilinganida bir Uyg'ur yozgandek aynaq tarjima qilishdi. Kitobning o'zini. Hozirgi bizniki deyotganimiz nima deyapti? Qur'onni Uyg'urcha bir Qur'on holatiga keltirish lozim. Ya'ni shunday bir tarjima qilish kerakki, u Qur'ondan har qanday bir odam, bu manda degan gapga deb foydalana oladigan holatda tarjima qilinishi lozim. Ya'ni hech bir zaman labzi tarjima qilinmasligi lozim Qur'onniki. Labzi bo'yicha tarjima qilmay, uning ma'nosi tarjima qilinishi lozim. Chunki bu tarixda o'tgan nurg'un payg'ambarlarga kitob tushgan, Qur'onda zaten bu nima bu soatdagi oyatlar Adem alayhissalom tortib, Nuh alayhissalom, Ibrohim alayhissalom, Musa alayhissalom, Isa alayhissalom, payg'ambar alayhissalom tortib, ammo ash kitoblarni tasdiqlaydi, ma kitob deb Qur'onda bayon qilindi. Va Qur'on burun kitoblarni tasdiqlaydi deydi. Endi u yerdagi narsa nima desa, shu kitobni hozir men qo'limda Tavrat, Injil, Zaburlar bor. Ash kitobdagi narsani shunday akasa, aniki hozir tarjima söyleyen, ma Qur'onning tarjimasi nurg'un o'zi farqlar chiqadi. U vaqtda biz qanday qilishimiz kerak degan vaqtda u Alloh taolo tushirgan narsa, u yer tushirgan narsa ma'no. U labz emas u yerda. Masalan, Tavrat İbrani til tushgan bo'lsa, u İbrani til bo'yicha ashula o'zi tushunadigan shaklda bir tushgan kitob. Ham uni labzi kelima ashula tarjima qilgan vaqtda, arabcha tarjima qilgan vaqtda biz hozir Uyg'urcha tarjima qilgan Qur'onga o'xshash aytib bir narsa chiqadigan gap. İnsanlar nurg'un tushunmaydi. Onun için uniki ma'nosi nima arabcha payg'ambar alayhisalom ma'nosi tushganda vaqtida. Shuning u payg'ambar alayhisalom uning ma'nosini arabcha kishilarga anglatgan. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtda arabning grammatikasi, bir narsani ifodalash usuli Uyg'urlarnikiga o'xshamaydi, nurg'un yerlari. Shu vaqtda biz u Qur'onni tarjima qilgan vaqtdami, Uyg'urlarniki ifodalash usuliga asoslanib turib nima tarjima qilishimiz lozim. Şu vaqtda Uyg'urcha bir Qur'on bo'ladi. Xudo boy degan o'xshash va Karl Marxning o'zi inglizcha yozgan kitoblar Xitoycha, o'rischa tarjima qilib, har xil Vyetnamcha misol, arabcha tarjima qilingan o'xshash, ayndaq tarjima qilinib o'zi shu millat foydalanadigan darajada tarjima qilinliq. Xuddi shunga o'xshab bo'lishi lozim. Qur'on mana shunday bo'lganda,
Arab birinchi o kitob tushgan kishi Arab bo'lganligi uchun uningga Arab tushimiz bo'lmaydi. O majbur endi. Shuning uchun o'zi Arab tushgan ham uni insonlar tarjima qilib ishilta oladiganlarni ham Alloh taolo biladi. Bilganligi uchun uning o'zini butun insonlar mana mush kitobga ergashsa, mush kitobdagi yo'l yo'riq bo'yicha yo'l tutsa, o o'zi dunyoda niyatga erishidi deb o'zi bayon qilishlik. Tamam. Tushunmagan taraflarına yana başka do'stlar savol qo'ysa, unga yani to'liq javob bersak. Keyingi savolga kelsam, Ramazon oyi musulmon uchun dini, iymoni, aqidasi, axloqini to'g'rilaydigan fursat xarakterlik bir kurs şekildeki bir ay deb qarash asası bormi? Bayatning javobi chiqib qoldi, lekin mush savol allaqayerda to'la nima qilib turdi. Chunki bir aniqlab bir ikki jumlalar. Bu intayin xato bir tushuncha, chunki o axloq hammasining o'zini davomli o'z axloqli bo'lishimiz lozim. Davomli o'zimizni yaxshi odam qilishga tirishishimiz lozim. O Ramazon kelgan chog'da, Ramazon kirgan vaqtda yaxshi odam bo'lib olib, terimizni almashtirib, onundaki Ramazon chiqayotganligida eski terimizni kiysak, o vaqtda biz o'zi hech bir zaman to'g'ri odam bo'lmaymiz. Alloh taolo davomli yaxshi odam bo'lishga bizni buyurdi. Şuna Ramazan ayını xaslashtirib bu butunlay xato. Ramazan ayının farqi nima degan vaqtda, Ramazan ayida faqatla ro'zni iborat bir ibodatni ortiq qilamiz. Boshqa hech qanday farqi yo'q. Har qanday vaqtda haqiqiy odamdek yashash, haqiqiy axloqli yashash Qur'oni Karimniki o'zi bizga buyurgan bir buyrug'i. Ramazonda axloqli odamdek bo'l, ya'ni odam bo'l, boshqa vaqt eshak hukkat degan hech qanday yer unda qoida yo'q Qur'onda. Qur'onda namozda nima deyilayotganligini bilguninglarga qadar namozga yaqinlashmanglar degan bir buyruq bor. O faqat shu aroq ichib mas'ul qolganligini qartaganmi yoki har qanday nima deyotganligini bilmayotganlarning hammasiga o'rtaq bir xitobmi? Endi u oyat aslida shu nima mas'ul qolgan odamlarga qarta tushgan bir oyat, ammo bu yerdagi narsa nima degan vaqtda hozirgi vaqtdagi musulmonlik o'rtaq bir narsa desak bo'ladi, chunki musulmonlar hozir o'qigan oyatniki nima ekanligini bilmaydi. Xuddi mas'ul qolgan odamdek. Uning uchun o Qur'ondagi oyatniki ma'nosini, maqsadini tushunmaganligi uchun o ibodatlarga daraja paydo qiladigan, o axloqqa daraja paydo qiladigan oy o'zi belgilaydigan falon oyda axloq bo'lishimiz kerak, falon oyda sahiy bo'lishimiz kerak degan bunday narsani belgilaylik. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, Qur'onniki arabchasini o'qigandan uyg'urchasini o'qisa, mayli to'liq bir yaxshi tarjima qilinib ketmagan taqdirdami, arabchasini o'qiganga nisbatan uyg'urchasini o'qigan vaqtda biroz bo'lsa ma'lumotga ega bo'ldi. Uning uchun o'z tilida o'qiganlik nihoyat yaxshi. Bu vaqtda mas'ul qolmaydi insonlar. Uni tushungan bo'lgandan keyin. Endi shu nima deyotganligini bilmayotganligida o'rtoqlik bor-da, mas odam bilan nodonning. Albatta. Qur'onda bu sohada nurg'ulg'an misollar bor. Qiyomat kuni misolki azobni qattiqligini insonlar sukara deydi, mas holat turib deydi. Mas nima va ma hum bisukara walakinna azaballahi qarib azaballahi nima deydi? Qaribmi yoki ashuna bir oyatlar bor. Onun nima degan vaqtda qiyomatdagi azob nihoyat qattiq bo'lganligi uchun insonlar nihoyat o'zini yo'qotgan holatda bo'ladi deb shunday bayon qilishlik. Xuddi shunga o'xshash bu yerdagi bu oyatning o'zimi aroq ichib bir odam uningdan o'zi mas'ul ish emas. Hozirgi musulmonlar asosan davomli mast yuradi-ku. U nima uchun degan vaqtda Qur'ondagi oyatni tushunmay yuradi. Tushunmaganligi zaten mast o'xshash yurganlikdan boshqa narsa emas. Uning uchun bu yerda Qur'ondagi arabchasini o'qigandan boy deganga o'xshash uyg'urchasini o'qisa, biroz bo'lsa-mu o'ziga foydali bir narsalarni his qiladi. Shuning uchun arabcha o'qidim deb uni qiroatchilab undaq o'qishga hech qanday hojat yo'q. Vaqti kelsa namozni shunday o'zi uyg'urcha o'qisin bo'laverdi. Uyg'ur tilimi hech qanday nima emas. Alloh taoloning go'zal ismlari, go'zal sifatlarini bayon qilgan shaklda namozni o'qisimi bo'laverdi.
Hı. adetde. Ama Tamam. bilip okugan nayet yaxşı oldu. Hı. Tamam, tushunishlik bo'ldi. Mening aloqador yozib qo'ygan savollarim bu qadar. Boshqa mana ko'raman do'stlardan savol tushmabdi. Abdulaziz birodar. Sizlarning boshqa savollaringiz bo'lsa davom qilaman. Men chekindim. Yani asas sorulgan sorular soral değil mi ne? Hem de Ramazan ayının ki nima üçün bunda boğalıqın başlığına kelip sözlenmiş Kur'an-ı Kerim, ölçem, insaniyetli bəxt geliştirdiğin bir nersenin ki şürgellik topluluk. Şunu uşumuş da oldu değil mi? Şu biz köpünçü şu bir nerseyle bir kelipleşip kesse, kattık murasım tüsünü ep kalgan nerse ahir için onun bu mana aynı qilib qilib oxirgi haq shu shaklga berilib ketadigan menda ish bo'lib qoldi ekan-chu. Elbette. Shunga amal bor, ashundoq ishdan qechinishi kerakkan. Shunga bu programmalarni qilyapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Sizning qatib qo'yilgan boshqa bir gap bo'lmasa, bugun o'shagacha qilsak bo'ladi. Oldu. Meniki tügedi zaten. Tamam. Qadrli qarindoshlar, unda bo'lsa, bugungi Qur'ondan nazar programmasininki monopol qilingan Ramazon to'g'riliq yana asosliq qisqacha mushukchaga to'xtalib o'taydi. Yana boshqa so'raydigan ish bo'lsa bir oygacha Ramazon hamda so'rasanglar bo'ladi savollarni. Eng muhimisi o'zinglar shu Qur'onni nozil bo'lgan bir oy bo'lganligi tufaylidan bir Ramazon shunda bir tutayotganligimizni shuni e'tirof qilib, shu mumkin bo'lsa shu Qur'on menga nozil bo'ldi degan shaklda o'qib haqiqiy Qur'onninki nima deyotganligi to'g'riliq tushunchaga ega bo'lsak, bunda programma qilishimizning herhalde hojat qolmay qoladi deyman. İnşallah hammaylar shu Qur'onni qo'lga elib, o'zining ishini o'zi tepib qila oladigan shunday holatga yetsa, albatta bizning xushal bo'lamiz. Bu maqsadi shu. Mayli olsa, ustoz Allah razı olsun. Boldu Kelar Allah'a qatimliq emanet. programma shuni Allohning o'ziga omonat. 88. Qur'ondan nazar programmamizda görüşükçe aman bulunla. Onundan kim aman bulunla. Her zaman var olunla. Sağ selamet bulunla. Allah'ın özgü amanet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.